Bugun sizlar bilan darsimizda 2 va 3 atomli spirtlar mavzusini ko'rib chiqamiz. O'tgan dafarki mavzumizda 1 atomli spirtlar mavzusi bilan tanishgan paytimizda spirtlarning umumiy formulasi CnH2n +1 OH bo'lishini, endi 1 atomli spirtlar umumiy formulasi CnH2n +1 OH bo'lishini aytib o'tgan edik. Demak, spirtlarni yana bir to'xtalib o'tamiz. OH gruppa saqlagan vakillar spirtlar deb ataladi. Bitta OH gruppasi bo'lsa 1 atomli, 2 OH gruppasi bo'lsa 2 atomli, 3 OH gruppasi bo'lsa 3 atomli spirtlar deb ataladi. Hozir biz sizlar bilan 2 va 3 atomli spirtlar mavzusini ko'rib chiqamiz. Demak, o'zi nom bilan aniq bular 2 atom, 2 OH gruppasi bor, 2 atomli, 3 OH gruppasi bor, 3 atomli spirtlarga bo'linadi. Demak, ko'p atomli spirtlar deb nimaga aytiladi? Tarkibida 2 yoki undan ortiq gidroksil guruh bo'lgan spirtlarga aytiladi. Barcha 2 atomli spirtlar glikollar deb ataladi. Glikol nomi ko'plab vakillarning shirin ta'mi bilan bog'liq. Ya'ni glikoz so'zi lotinchadan, yunonchadan shirin degan ma'noni anglatadi. Demak, biz bilib olaylik, 2 atomli spirtlar glikollar deb atalar ekan. 2 atomli spirtlar. 2 atomli spirtlarda OH guruh 2 ta bo'ladi. Ko'p atomli spirtlar uchun formula demak shunaqa. Bular hozircha bizga 2 atomli spirtlarning formulasini keltirib chiqarishimiz kerak. Demak, 2 atomli spirtlarda CnH2n +2 bo'lish kerak. Alkanlardagi o'sha CnH2n +2, ya'ni 2 ta vodorodni o'rniga 2 ta OH guruh kelishidan hosil bo'lgan vakillarga 2 atomli spirtlar deyiladi. E'tibor berishimiz kerak, 2 ta OH guruhi bitta uglerodda joylashmagan bo'lishi kerak. Chunki bitta uglerodda 2 ta OH guruhi joylashishi mumkin emas. Organik kimyo qoidalariga ko'ra bunday holat mumkin emas. Yonma-yon joylashishi mumkin uglerodlarda. Xullas, alohida uglerodlarda OH'lar joylashishi kerak. Shunday moddalarga 2 atomli spirtlar deyiladi. 2 atomli spirtlar umumiy formula bilan CnH2nO2 ko'rinishda yoziladi. Nomenklaturasiga to'xtalamiz. Trivial nomenklatura, ya'ni tarixiy nomenklatura. Ketdik. 2 atomli spirtlar, yana diollar ham deyilishi mumkin. Chunki bilamiz, biza 1 atomli spirtlar ol, ya'ni alkogollar deb ataladi. 2 ta atom bo'lganligi uchun diol deb ataldi. 2 ta OH gruppasi bo'lganligi uchun. Birinchi vakili demak mana etilin glikol. Demak, CH2 turibdi, yana CH2 OH'lari turibdi. Etilen glikol. Glikol boya yuqorida to'xtaldik. 2 atomli spirtlar etilin glikollar deb atalishi mumkin. Glikol deb, ya'ni shirin ta'mli moddalar deb ataladi. Demak, bu yerda buni sistematik nomenklatura bo'yicha ham nomlab ketish mumkin. Xo'sh. Etandiol 1,2 deb. Mana uglerod atomi 2 ta bo'lganligi uchun etan so'zi qo'shildi va birinchi va ikkinchi uglerodlarda OH turgani uchun etandiol 1,2. 3 atomli spirt triollar, birinchi vakili glitserin misol bo'ladi. 3 ta uglerod, 3 ta OH guruhdan tashkil topgan. Buni sistematik nomi propan triol 1, 2, 3, ya'ni tri qo'shimchasi qo'shiladi 3 ta OH gruppasi bo'lganligi uchun. Keyingisi pentaeritrit, ya'ni 5 atomli spirt, lekin 4 ta OH'i bor. 4 atomli spirtga misol bo'ladi bu. Buni umumiy formula bilan masalan C5H, xo'sh, 8 OH 4 deb nomlash mumkin. Pentaeritrit ko'p tushadi, atomlar soni deb tushadi, boshqa tushadi, o'shani yodlab olishimiz kerak. Zanjirni qaraydigan bo'lsak, demak, chiroyli zanjirga ega, simmetrik zanjirga ega. 5 atomli spirt ksilit pentaol 1, 2, 3, 4 deb nomlanadi. Pentaol 1, 2, 3, 4 yoki ksilit. Yodlab qoling, 5 atomli spirt. C5H, xo'p, 7 OH dan masalan 5 ta. 6 atomli spirt esa sorbit deb ataladi. Glutsid, ya'ni glukoza mavzusida yanada ko'proq ko'ramiz. Bu demak C6H, demak 14 bo'lish kerak. Hop, 8 OH 6 bo'ladi o'shanda. Demak, sorbit 6 atomli spirt.
Ya'ni 6 ta OH bor. 6 ta uglerodi bor, 6 ta OH bor. Sorbitlar bo'lishi mumkin. Eng ko'p tarqalgan ko'p atomli spirtlar shular. Endi sistematik nomenklatura bo'yicha nomlashga o'tadigan bo'lsak, birinchisi uzun zanjir tanlanadi, ikkinchisi bilamiz o'sha bir atomli spirtlardagidek OH yaqin tomondan raqamlanadi va tegishli alkan nomiga 2 atomli spirt bo'lsa diol, 3 atomli spirt bo'lsa triol qo'shimchasi qo'shib nomlanadi. Masalan, mana bu spirtimizni nomlaymiz. Demak, birinchi uglerod 1, bu 2 bo'ldi. 2 ta uglerod bo'lgani uchun etan diol 1 2 yoki tarixiy nomi etilin glikol. Yuqorida ham ko'rdik. Pentan triol 1 2 3 yoki tarixiy nomi glitserin. Mana endi buni nomlaydigan bo'lsak, hozir OH guruh o'ng tomondan yaqin, o'sha uchun mana bu tomondan raqamlashni boshladik. Xo'p, 1 2 3 3 ta 4 ta 4 ta uglerod bor va birinchi va uchinchi holatlarda OH turgani uchun va 2 atomli spirt bo'lganligi uchun bu tan diol 1 2 1 3 bo'ldi. Birinchi va uchinchi uglerodlarda OH turgan degan ma'noda. Agar endi tarmoqlanib ketdi, qarang. Masalan, uglerod atomi, OH atomlari chap tomonga yaqin bo'lganligi uchun bu birinchi uglerod, bu ikkinchi uglerod, uchinchi uglerod, 4, 5, 6, 7, 8. 6-chi uglerodda ham metil, 5-chi uglerodda ham metil bor, ham OH bor. 6-chi uglerodda metil bor. Bu uchun nomlash 5-chi va 6-chi uglerodlarda metil bo'lgani uchun 5 6 dimetil, oktan diol 2 atomli spirt va 3 va 5 deb nomlanadi. Oktan diol 3 va 5. Demak, buni ko'rib chiqishimiz kerak. Izomeriyasi endi ko'p atomli spirtlarda izomeriyaning holat, ya'ni o'sha qush bog'larini joylashuviga ko'ra holat va keyin zanjirni katta yoki kichikligi, uzun yoki kaltaligiga ko'ra struktur izomeriya turlari uchraydi. Masalan, mana bu holat izomeriyasiga misol bo'lishi mumkin. Endi uncha izomeriyasiga ko'p to'xtalish shart emas, o'zi ko'p atomli spirtlardan ko'proq reaksiya tushadi. O'sha uchun reaksiyalarga to'xtalib o'tamiz. Izomeriyasi masalan propandiol 1-2, birinchi va ikkinchi uglerod atomlarida OH turibdi. Bunda esa propandiol 1-3, birinchi va uchinchi uglerod atomlarida OH turibdi. Bu bir-biriga nisbatan holat izomer hisoblanadi. Gidroksid guruhlarining esa OH guruhining holat izomeri hisoblanadi. Birinchi olinish usuliga e'tibor beramiz. Olinish usullarini. Birinchi olinish usuli etilin oksid, ya'ni epoksidning gidratlanishi. Gidratlanish degani suv qo'shish degani bilamiz. Yana bir marta eslatib ketyapman. Gidratlanish ya'ni suv qo'shish. Epoksid, etilin oksid, epoksidga suv qo'shsak, mana bu yoqdan uzilish bo'lib, suvni bilamizki, demak HOH ko'rinishda yoziladi. Vodorod bu kislorodga boradi. Mana bu OH gruppasi esa bu CH2 ga kelib birikadi va natijada 2 atomli spirt etilin glikol yoki etandiol 1-2 hosil bo'ladi. Bu xususiy reaksiya etilin glikolning olinishi bu milliy sertifikatga shu safargisiga tushgan savol hisoblanadi. Milliy sertifikat savoli. Yodlab qoling, epoksidga suv qo'shsak etilin glikol hosil bo'lar ekan. Ikkinchi olinish usuli, buni ham yuqoridagi mavzularda ko'rganmiz. Alkanlarning di yoki trigalogenli hosilalariga ishqorning suvli eritmasi ta'sir qildirish yoki shunchaki gidrolizlash yo'li bilan ham olinadi. Masalan, suv qo'shsangiz, endi bu yerda suvda HOH shaklida yozmagan, men o'zim tushuntirib beraman sizga. HOH shaklida yozsa, xlor bilan buni H ketadi. Natijada buni OH kelib uglerodga birikadi. Bu jarayon ham xuddi shunday bo'ladi. Ikkita xlor o'rniga ikkita OH keldi va H xlor hosil bo'ldi. 3 ta galogenli hosilasi bo'lsa, 1 2 3 trixlor propanga natriy gidroksid ta'sir ettirilsa, natriy bilan xlor ketadi, natriy xlor bo'lib, va natijada OH atomlari kelib o'sha uglerodga birikib, mana 3 atomli spirt glitserin hosil qiladi. Glitserinni juda ham esda qoldirishimiz kerak. O'sha propan triol 1 2 3 hisoblanadi. Sistematik nomi ko'p tushadi bu. Keyingisi masalan Wagner reaksiyasi yordamida ham olinadi. Bilamiz Wagner reaksiyasini qanaqa bo'lishini. Xo'p, alkenlarni kaliy permanganatni suv eritmasida oksidlashdan 2 atomli spirtlar chiqadi. Biz esingizda bo'lsa koeffitsiyentlar bilan yodlaydik. 324 ga 322. Demak, o'shani ko'rib chiqamiz. Demak, alkenlarga kaliy permanganat va suv qo'shgan paytimizda diollar va margans 4 oksid cho'kmasi va kaliy gidroksid hosil bo'ladi. Koeffitsiyentlarga e'tibor beramiz. 324 ga
324 ga 322 koeffitsiyentlar bilan bizaga namoyon bo'ladi. Etilenni oksidlasak kaliy permangan suvli eritmasida etilen glikol, etandiol 1,2, margans 4 oksid va kaliy gidroksid hosil bo'ladi. Margans 4 oksid va kaliy gidroksid. Margans 4 oksid cho'kma. Propenni demak oksidlasak, propandiol 1,2, margans 4 oksid va kaliy gidroksid hosil bo'ladi. Propandiol 1,2, margans 4 oksid va kaliy gidroksid hosil bo'ladi. Bundan 4-chi olinish usuli yog'larni gidrolizidan hosil bo'ladi. Demak, 3-chi olinish usuliga tushundingizlar degan umidaman, chunki juda ham ko'p takrorlagan biza. 4-chi olinish usuli yog'larni gidrolizidan. Gidroliz degani o'sha suv qo'shish, ya'ni 3 atomli spirtlar hosil bo'ladi. Ya'ni glitserin olinadi. Faqat glitserin olinadi. Xususiy olinish usuli. O'zi yog' degani glitserinni o'sha karbon kislotalar bilan hosil qilgan murakkab efiri hisoblanadi. Keyingi mavzulamizda yanada tanishib o'tamiz. Glitserinni karbon kislotalar bilan hosil qilgan murakkab efiri hisoblanadi. Mana. Masalan, bu yoqdan mana qarang. O'zi glitserinning formulasi qanaqa edi? Masalan, CH2OH, CHOH, xo'sh, CH2OH. Mana shuni olishimiz kerak. Suv ta'sir ettirgan paytimizda mana shu yerdan uzilish bo'lib 3 molekula karbon kislotalar chiqadi. Mana 3 molekula karbon kislota chiqdi va OHlar qoldi. Bu radikallarga e'tibor bermang. Boshqa xil karbon kislotalar chiqishi mumkin. Uchalasi 3 xil radikal. Masalan, metil, etil, propil bo'lishi mumkin. Yo'q. O'shanga qarab karbon kislotalar farqlanadi. Bir xil bo'lishi ham mumkin. Xullas biza bilaylikki, shu yog'larni gidrolizlab glitserin olish mumkin. Yog'larni gidrolizlab glitserin olish mumkin. Fizik xossalari ko'p atomli spirtlarning vakillari etilen glikol va glitserin va boshqa spirtlar shirin ta'mga ega bo'lgan suyuqliklar, shirin ta'mli suyuqliklar, o'sha marmelad tayyorlashda ishlatiladi, turli jelilar tayyorlashda ishlatiladi. Etilen glikol va glitserin suvda yaxshi eriydi. Shirin ta'mli bo'lishi bilan birga etilen glikol zaharli modda hisoblanadi. E'tibor bering, ko'p miqdordagisi zaharli modda hisoblanar ekan etilen glikolni. Kimyo xossalariga o'tamiz. Endi spirtlarda o'sha gidroksil guruhga ega bo'lgan moddalar sifatida ko'p atomli spirtlar bir atomli spirtlarga o'xshab xossalarni namoyon qiladi. Ya'ni bir atomli spirtlar masalan natriy bilan reaksiyaga kirishuvdi, ko'p atomli spirtlar natriy bilan reaksiyaga kirishadi. Masalan, birinchi kimyo xossasi natriy metali bilan etilen glikol reaksiyasini ko'rib chiqamiz. Xo'sh, masalan, natriy bilan etilen glikol gidroksil guruhdagi vodorod almashinadi. O'sha etilen glikolga masalan natriy ta'sir ettirsak, bu vodorod bilan almashinish xususiyatiga ega. Vodorod gaz bo'lib chiqib ketadi va bu chiqadi. Masalan, bunda bir atomli spirtlarda ham reaksiyasini ko'rib chiqsak bo'ladi. Keling, masalan, etil spirtiga ta'sir ettiradigan bo'lsak, natriy metalini ta'sir ettiradigan bo'lsak, CH3 CH2 O natriy plus vodorod. Etilen glikol ham xuddi shunday reaksiyaga boradi. Yoki glitserin bilan ham xuddi shu reaksiya boradi. Natriy metaldan 3 ta ta'sir ettirsak, glitserindagi vodorodlar natriyga almashinadi. Natijada o'sha vodorod atomining o'rniga natriy metali keladi. Va 3 ta atom natriy yoki 1,5 molekula vodorod demoqchi edim, ajralib chiqadi. Vodorod gazi ajralib chiqadi. Xo'sh, o'sha etilen glikol ham xuddi shunday xossalarni namoyon qiladi. Demak, bu reaksiyani ko'rib chiqdik. Keyingisi, glitserinda ham vodorod atomlar, buni yozib qo'ygan ekanmiz, biz ham yozamiz. Demak, shunaqa. Spirtlarga galogen vodorodlar ham ta'sir ettirish mumkin. Xo'p, galogen vodorodlar ham ta'sir ettirish mumkin. Vodorodlar ta'sir ettirgan paytimizda bizaga o'sha OH guruhi bilan almashinadi. Qarang. OH guruhi buni H-ni olib ketib suv bo'lib ketadi va xlor o'sha metil o'sha radikalga yopishib qoladi. Xlor metil radikalga yopishib qolib mana. Demak, o'sha xo'sh, etilen glikolga 1 molekula H xlor ta'sir ettirsak, mana bunaqa modda hosil bo'ladi. Bittasiga xlor almashgan, bittasiga OH bo'lgan. Bu moddaning nomi etilen xlor
gidrin deb ataladi. Ko'proq masalalarda tushadi. Etilin xlorgidrin sertifikat savollarida tushadi. 2 molekula H-xlor almashsa, bittasi yana bu vodorod bilan, ikkinchisi pastdagi OH bilan almashinib, ikkita xlor keladi va bu oddiygina o'zi alkan hosil bo'ldi. Demak, buni nomi xo'sh, 1,2 dixlor etan bo'ldi bu. Etan hosil bo'ladi. Ana bunga e'tibor bering. Etilin xlorgidringa bittasida xlor bor, bittasida OH bor. Demak, etilin xlorgidrin hosil bo'ldi. Etilinga 1 molekula H-xlor ta'sir ettirgan paytimizda. Etilin glikolga 2 molekula H-xlor ta'sir ettirgan paytimizda 1,2-dixlor etan hosil bo'ldi. Keyin 4-inchisi, eng ko'p ko'radigan reaksiya. E'tibor bering 4-reaksiyaga. 4-reaksiyaga qaytamiz. O'sha ko'p atomli spirtlar yangi tayyorlangan mis sulfat mis gidroksid eritmasi bilan o'sha tiniq ko'k rangli eritma hosil qiladi. Bu ko'p atomli spirtlar uchun sifat reaksiya hisoblanadi. Endi mis sulfatni mis gidroksidni qanday bo'lamiz endi? Birdan mis gidroksid demaydi-da, bizga mana deb ketadi. Masalan, xo'sh, mis sulfat plus natriy gidroksid, masalan, mis gidroksid plus natriy sulfat. Ya'ni mis gidroksid ta'sir ettiriladi. O'sha mis gidroksid ta'sir ettirgan payt mana glitseringa qarang, endi o'zim chiroyli qilib tushuntirib beraman. Xo'p. Ketdik. Masalan, etilin glikolga o'sha ta'sir ettirildi mis gidroksid. Mis gidroksidni masalan bitta OH-ni mana bunday qilib shaklda yozaman, bittasini mana bunday shaklda yozaman-da. Xo'sh. Mana. Xo'p. Endi bu yerda buni masalan OH bilan buni H-dan nima suv chiqib ketadi. Buni masalan H bilan buni OH-dan suv chiqib ketgan paytda bizga o'sha birikma hosil bo'ldi. Xo'sh, birikma hosil bo'ldi. Masalan, mana bunaqa. Mis bu tomonda ham masalan kislorod turibdi. Ana. Endi vodorodni tepaga yozib turay, o'zi aytaman nimaga uchunligini. Keyin mana bu yerdagi o'sha hozir leksiyada ham ko'rsatishim mumkin mana. Asosiy bog' hosil bo'ldi. Mana bu yerda ham asosiy bog' hosil bo'ldi. Bu yerda qo'shimcha bog' hosil bo'ladi. Qo'shimcha bog'i mana bu yerda kislorod bilan o'sha misni donor akseptor bog'lanishi hisobidan hosil bo'lyapti. Vodorod o'zi uchun surib qo'yapti. Ko'pchilik mana bunday qilib yozib qo'yadi-da, masalan, vodorod bilan bog'lab qo'yadi. Mana bunday qilib masalan yozib qo'yadi. Bu xato, vodorod bilan bog'lab qo'yish. O'sha uchun bu yerda o'chirib tashlayman. Masalan, xato. Mana bu kislorod bilan bog'lash to'g'ri mana. Kislorod bilan mis donor akseptor bog'lanishi hosil qiladi. Kislorod donorlik, mis akseptorlik vazifasini bajaradi. Mana shu tiniq ko'k rangli birikma. Tiniq, ko'k rangli o'sha birikma. Tiniq ko'k rangli birikma. Shu uchun tiniq ko'k rangli birikma. Shu sifat reaksiya hisoblanadi. Nimaga ham? Glitseringa ham xuddi shunday. Buni yodlab olishimiz kerak. Leksiyalar o'sha sertifikatlarga tushgan savol. Tiniq ko'k rangli birikma hosil qiladi. Yangi tayyorlangan mis gidroksid eritmasi bilan. Glitserin bilan ham xuddi shunday bo'lyapti. Masalan, buni ham tushuntirib berishimiz mumkin. Xo'sh, glitserin bilan birdan nima qilaman? Xo'p, mana. Xo'p, mana glitserinning o'sha nimasi.
3 atomli bo'lgani uchun xo'sh, bu yoqda ham mana. Xo'p, mana bu bilan mana ketdi. Xo'sh, bu bilan mana ketdi. Xo'p, va mana bu yerdagi kislorodlar bilan o'sha donor akseptor bog'lanish hosil qiladi. Bu OH'lar ishtirok etmaydi. Bu ham tiniq ko'k rangli birikma bo'ladi. Birdan yozib ketdim. Va xo'sh, plus 2 molekula suv chiqadi. Leksiyaga qaytadigan bo'lsak, xuddi shunday mana. Asosiy bog' mana. Asosiy bog' bu xo'sh, bu donor akseptor bog'lanishi. Kislorodni donor deyapti. Strilka misga yo'nalyapti kisloroddan, kislorod donor, mis akseptor vazifasini bajarayotganligi uchun. Etilen glikolni masalan, endi keling degidratlash reaksiyalarini ko'rib chiqamiz. Ikki xil degidratlanadi, bilasizlar. Ichki molekulyar degidratlash reaksiyasi. O'sha spirtlar masalan 140 gradusdan yuqori temperaturada ichki molekulyar degidratlanadi. Etilen glikolni degidratlasak, aldegid chiqadi. Xo'sh, buni mexanizmini yana o'zim ko'rib beraman. O'sha etilen glikolda ichki molekulyar degidratlanish reaksiyasini ko'rib chiqamiz. Mana bitta OH molekulasi qaranglar. Bitta OH undagi vodorodni olib ketyapti-da, suv bo'lib chiqib ketyapti. Shu araga qo'shboq tushibdi. Qo'shboq spirt, vinil spirt hosil bo'lyapti ana shu hozir. Vinil spirti hosil bo'lyapti. Vinil spirtidan qayta guruhlanish hodisasi ro'y berib, aldegid hosil bo'lyapti. Chunki vinil spirtida bitta uglerodda ham OH ham qo'shboq turish mumkin emas. Sirka aldegid hosil bo'ldi. Sirka aldegid. Xo'sh, buni yana leksiyada misol qilib ko'rsatamiz. Qaraymiz. Masalan, etilen glikol. Xo'sh, keling masalan OH ni bittasini tepaga yozaman. Bittasi OH ni pastga yozib, bittasini H ni pastga yozaman. CH2 bo'lish kerak-ku. Bu yerda suv chiqib ketsa, masalan, mana shu oraga qo'shboq tushyapti. CH2 qo'shboq CH OH. Yuqorida ko'rganimizdek vinil spirt hosil bo'ldi. Vinil spirtda bunaqa modda bo'lishi mumkin emas. Bu oraliq modda. Mana bu vodorod qayta guruhlangan payt, xo'p, bu CH2 ga keladi-da, qo'shboqni ochib yuboradi-da, natijada qo'shboq uzilib CH3 bo'ladi. CH3 ana. Keyin uglerodni, mana bu kislorod vodorodni bergandan keyin ikkita qo'l bilan uglerodga ushlanadi. Mana bu vodorod o'zi qoladi mana. Aldegid hosil bo'ldi. Aldegidlar sinfiga mansub modda, ya'ni sirka aldegid. Sirka aldegid yoki asetaldegid. Asetaldegid hosil bo'ldi. Sirka aldegid yoki asetaldegid hosil bo'ldi. Masalan, endi molekulalar aroni ko'rib chiqsak, molekulalar aroda dioksan hosil bo'ladi. Bu ham siklik oddiy efir. Dioksan juda ham ko'p keladi. Shu reaksiyada olishimiz kerak. Mana, masalan, mana buni OH bilan buni H ketdi. Buni OH bilan buni H ketdi. Dioksan hosil bo'ladi. Bu kislorodlar sentrga chiqadi. Mana bu kislorod hozir. Sentrga chiqadi. 6 halqali, lekin ikkitasi kisloroddan iborat oddiy efir hosil bo'ldi, dioksan hosil bo'ldi. Endi glitserin nitratsita bilan reaksiyaga kirishadi. Buni masalan bittasini mexanizmini ko'rsatishim mumkin. HO2 bo'laydi-ku, esingizda bo'lsa nitratsita. Xo'sh, shu yerda mana glitserinni H bilan nitratsitdan OH ketib, NO2 birikadi. Bu kislorod qolyapti mana. Kislorod o'sha kislorodligicha qolyapti. Faqat NO2 birikayapti. Nitroglitserin hosil bo'ladi yoki buni trinitroglitserin desak ham bo'ladi. Trinitroglitserin hosil bo'ladi. Portlovchi modda sifatida ishlatiladi. Yurak kasalliklariga ham davolashda keng qo'llaniladi. Kam miqdordagisi yurak kasalliklariga. 7-inchisi demak, organik kislotalar bilan ta'sirdan yog'simon moddalar hosil bo'ladi. Yuqorida aytgandim men, o'sha yog'lar gidrolizga uchraganda glitserin hosil bo'ladi. Demak, o'sha glitseringa karbon kislota ta'sir ettirsak, yog'lar hosil bo'ladi mana. Demak, o'sha glitserindan H ajraladi, yog'lardan kislotadan OH, yana glitserindan H, kislotadan OH, glitserindan H, kislotadan OH ajralgandan keyin mana kislorod gruppasi qonli glitserinni ko'rdingizlar.
Bu yoqda mana karbonil gruppa bilan birlashib mana. Mana bu kislorod hozir glitserinniki, bu karbonil mana uniki. Mana shu karbonil bilan birlashib o'sha tri stearin efirini hosil qilyapti hozir masalan mana bu yerda. Mana shu moddaning nomi, mana bu kislotaning nomi stearin kislota. Stearin kislota. Xo'p, demak bu glitserin tristearat hosil bo'ldi. Glitserin tristearat hosil bo'ldi hozircha yerda formulasi. Demak, masalan, etilin glikol ham organik moddalar bilan, kislotalar bilan ta'sirlashish natijasida glitseringa o'xshash efirlar hosil qiladi. Mana bu yerda ham suv chiqib ketadi va o'sha etilin glikol kislorodi va karbonil guruhi mana etilin glikol diasetat hosil bo'ldi. Etilin glikol diasetat efiri hosil bo'ldi va suv chiqib ketdi. Gibridlanishi o'sha spirtlarda xo'p kislorod ham sp3 gibridlangan bo'ladi. Masalan, vodorodsiz yozadigan bo'lsam mana o'sha etilin glikol strukturasi kislorod ham sp3 xo'p. Boshqa rang bilan yozaylik. Kislorod ham sp3, uglerod ham qo'shboqqa yopishmagani uchun sp3. Bu uglerod ham sp3, bu kislorodimiz ham sp3 gibridlanishga ega moddalar hisoblanadi. Demak, uglerodlar ham, kislorodlar ham sp3 gibridlangan bo'ladi. Ishlatilish haqida gaplashadigan bo'lsak, etilin glikol muhandislik sohasida dvigatel va kompyuter sovutish tizimlarida ishlatiladi. Masalan, biz antifriz deb ataymiz uni. Mashinalarda, o'sha kompyuterlarda ham bo'ladi. Antifriz sistemasida ishlatiladi suyuqlik sifatida. Qizil, ko'k suyuqliklarni ko'rgansizlar. Mana aytayapti o'zi. Antifriz va tormoz suyuqliklarida sovutish vositasida keng qo'llaniladi. Organik sintezda ishlatiladi. Glitserin E422 raqami ostida oziq-ovqat qo'shimchasi hisoblanadi. Glitserin tabiiy efirlarning tarkibiy qismiga kiradi. U yopishoq suyuqlik hisoblanadi. Vodorod bog'lari ko'pligi hisobiga o'sha mavjudligi sababli glitserin har qanday nisbatda suv bilan aralashadi. Har qanday nisbatda aralashadi. Juda gigroskopik bo'lib, teriga tushganda kuyishga olib keladi. Lekin suyultirilgan holda u kosmetika, kremlar, gellar ishlab chiqarishda, oziq-ovqat sanoatida tayyorlashda ishlatiladi. Xo'p, endi qaranglar, nitroglitserinni yo'lda olinglar, o'sha yurak kasalliklarini davolashda ishlatiladi. Glitserin o'zi masalan o'sha qo'llarni, oyoqlarni yorilishiga qarshi moysimon suyuqlik bo'lib, shu maqsadlarda ham ishlatiladi. E412 ga alohida e'tibor beringlar. O'sha konservalarda, o'sha moddalarda E412 raqamli o'sha qo'shimchasi bo'lsa, bunda glitserin bor. Undan kamroq iste'mol qilgan ma'qul, baribir zaharli hisoblanadi ko'p miqdori, o'sha uchun e'tibor beramiz E412 ga. Shu bilan 2 va 3 atomli spirtlar mavzusi tugadi. Keyingi darslarimizda sizlar bilan fenollar mavzusi bilan tanishishni boshlaymiz keyingi darslarimizda.